Assalomu alaykum, qadrli vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Xudo xolasa bugun hafta kuniga juma sotuv uchun o'sha italyanskiy Aziya ko'chatlarimizni kasetaga yetishtirishni boshladik inshaalloh. Xudo xolasa mana nalichkada bor. O'zim uyimda, xudo xolasa telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman bu safar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'g'rifga kasetaga 50 talik kasetaga solyapman mana tomirlari inshaalloh. Xudo xolasa mana shunaqa sifatli bu ko'chatlar xudo xolasa meva qilmagan ko'chatlardan olinyapti. Bollari shu meva qilmagan ko'chatlardan o'zimizga deb tayyorlayapmiz. Ortiqchasi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib tayyorlab beramiz inshaalloh. O'zim uyimda turibdi. Mana hozir naqdiga o'zimizdan ham ortiqcha mana 10 mingta nalichkada bor. O'sha 10 kundan keyin kimdir ko'chat qilib olmoqchi bo'lsa, F1 eksa bemalol bo'laveradigan holatga keldi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tomirlari normalni inshaalloh. Xudo xolasa mana shu yerdan ham yurib ko'raylik mana. 50 talik kasetaga qilingan. Xudo xolasa tomiri sarg'ayib ketgan, qarib ketgan, haligi yoshi katta bo'lib ketgan ko'chat emas inshaalloh. Xudo xolasa bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vodiylik dehqon bola kanalini kuzatishda davom eting. Charchamanglar.